Assalomu alaykum aziz sport ixlosmandlari. Kimdir ham sartarosh, kimdir ham bankda ishlaydi, kimdir ham o'qituvchi, kimdir ham buxgalter, kimdir ham novvoyxonada ishlaydi. Hammamiz sport bilan shug'ullanishni yaxshi ko'ramiz, ammo lekin ish, vaqt to'g'ri kelmaydi. Yurakda xohish bo'lsa, sport bilan hech bo'lmasam uyga kelganinglarda 10 daqiqa bo'lsa ham sport bilan shug'ullansanglar, kun bo'yi o'tirib belinglar og'rib qoladi, bo'yninglar og'rib qoladi, voy bolam uqalab qo'y, unaqa ketmaydi. Oyoq qo'linglar butunmi sport bilan shug'ullaninglar va mashqlarni men bilan birga bajaringlar. Ket. Demak, birinchi bo'lib agar siz baland qavatda tursangiz, oyoqlarni uchida sekin astalik bilan butun tanani qizdirib olamiz. Uning uchun birinchi bo'lib oyoqlarni ko'tarib mashqlarimiz oyoqning uchida shoshmasdan yaxshilab qizishib olamiz. 20 marta ikkita oyoqda, misol uchun bitta oyoqda sakrab butun tanani qizdirib olamiz. Bundan keyin yelkalarni oldinga bundoq qilib, orqaga bundoq qilsanglar ketaveradi. Kun bo'yi o'tirib kompyuter oldida mana qilib nima bo'ldi ekan deysizlar-ku, bo'yinlar og'rib qoladi-ku, o'sha paytlar mana shu yordam beradi. Yaxshilab oldinga, orqaga, oldinga, orqaga. Quda tarafga, amma tarafga, polga, patologga, lyustraga, lampochkaga, vannaga. Nafas olamiz-da. Undan keyin bel sohalari, ya'ni tas sohalarini yaxshilab yarmigacha emas, aylantirgandan keyin oxirigacha aylantirib, orqadan oldinga, oldindan orqaga. Nafas olgandan keyin qo'llarni ko'taramizda, oyoqlar tekis turib 1 2 3 4. Bu oyoq va umurtqalarni cho'zilishiga, kun bo'yi o'tirib mana bu umurtqani orasida go'sht bo'ladi, tovuq go'shtimi, mol go'shtimi bo'ladi, o'shada siqilib qoladi, voy grija bo'lib qoldim deydi. Shuning uchun grija bo'lmasligi uchun shu mashqlarni bajaringlar. Keyin hech bo'lmasam 20 marta qo'l pastga, tovonga, pastga, tovonga, pastga, tovonga. Turgandan keyin 10 marta o'ng oyoq, 10 marta chap oyoqni sekin astalik bilan qo'lni qo'yib olamizda, belni bukmasdan oyoqlarni ko'taramiz. Ko'targaningizdan keyin tekis turib, imkon bo'lsa oyoqni yon tarafga ham ko'tarishingiz mumkin. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ha, devorsanglar ham bo'ladi orasida. Keyin sekin astalik bilan chap oyoqqa o'tirib, o'ng oyoqni oldinga cho'zamiz. Kimdir ham yerni ushlab qilishi mumkin. Imkon boricha iloji bo'lsa qaddimizni tik tutib, sekin astalik bilan u oyoqdan bu oyoqqa o'tishimiz juda ham foyda bo'ladi. Kun bo'yi charchab o'tirganlarimiz bor, esimizdan chiqib ketadi. To'g'risi, nima qilaman yolg'on gapirib. Keyin astalik bilan yerga o'tirib olamiz. Endi yerga deganda loyga, asfaltga emas, betonga emas. Shu joyda kanalimga obuna bo'lib qo'ying, like bosishni unutmang. Bu juda ham foydali sizlar uchun. Oyoqlarimizni tekis qilib, boshimizni qo'yamiz. O'ng oyoqqa, chap oyoqqa. O'ng oyoqqa, chap oyoqqa. Va sekin astalik bilan ko'kragimizni ko'tarib, yerga yotishga qorin bilan harakat qilamiz. Pog'onadan shpagatilar ham ochilib qoladi. Agar har kuni shu mashqlarni bajarsanglar, shpagatilar ham ochiladi. Keyin boshchamliga tug'ilgan kuniga shpagat sovg'a qilsangiz, keyin vashi yorib oladigan bo'ladi. Adasi qarang turib, tash shpagat o'tirib bersangiz, onajonisi deb o'radi. O'shaning uchun mana keyin sekin astalik bilan oldinga, orqaga qilib shpagatni ham ochaverasizlar. Kun bo'yi obedga chiqib, o'tirib olib, qozon kabob, manti, salatlarni yeb turib, qorinlari birqillab ketgan okalar, keninglar bo'lsa, ularga rosa ham ajoyib lifehack. Ovqatlanishdan yarim soat oldin shu mashqlarni bajaringlar. Imkon bo'lsa, qo'l bilan oyoq birgalikda.
keyin bundoq qilib olasizlar-da. Qochib turing, adasi deysiz-da. Shunday yotasiz. Bu planka. Ya'ni qorindagi ichki, yo'q, menda press chiqmayapti, menda bo'lmayapti deyish kerak emas. Har kuni muntazam bajarsa, sekin astalik bilan yog' yo'qolib, hammasi muskulga aylanadi. Hammada press bor, Lekin yog' ichida yashirinib yotibdi-da. uni topish kerak. Bokovoy, ya'ni yondagi presslarni chiqarish uchun bunaqa tursanglar ham bo'ladi vaqtga. Bu qo'lga, bu qo'lga. Men ajmayni qila olmayman. Menga mumkin emas yo'kida kuchim yetmayapti deyotganlar uchun ajmaniyani tizzani yerga qo'yib olamiz-da. Boshlanishiga. Shunaqa qilib boshlaymiz. Faqat oldinga qarab. Voy, anini pampersni almashtirib qo'ygan. Men zanimatsa qilyapman bolam deb. Nerv chiqmasdan Bolangizga ham ke bolam, men buni qilgan desangiz, rosa foydali bo'ladi. endi g'alati bo'ladi-da, misol uchun kenayimlar tizzalarni qo'yyaptilar-da. O akamlar ham tizzalarni qo'yyaptilar. Yo'q, akamlar tizzalarni qo'ymasdan, bunday erkakka o'xshab, bundoq qilib 10 ta ajmaniya. Va keyin yarmigacha ham tushib, ushlab turamiz vaqtga. Qancha bo'lsa ham. Va yana asosiysi, atrofingizga yostiq qo'yib qo'yib, kun bo'yi qiynalgan stresslarni chiqarib olish uchun boshda turishni o'rgataman. Bu 3 oyoqli stol va shuning bilan bugungi mashqlarimizni tugatamiz. Например, qarang-da, bundoq qilib Qo'lingizni qo'yasiz 3 oyoqli stol. Mana balans. Sekin-asta orqani ko'tarib, yengil nafas olib turasiz. Yegan ovqatlaringiz og'izga kelib qolmaydi, qo'rqmang. Shuning bilan bizning bugungi mashqlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosing va Sport bilan birga bo'ling. Sizlar bilan Share Positiv. Qolaversa, agar uyingizda mana bunaqa rolik bo'lsa, bolajonlarni qilib chiqarib o'ynab olgan bo'lishi mumkin. Uni joyiga tiqib, yaxshilab qo'yasizlar-da. bolam o'ynamagin, bu o'yinchoq emas. Deyiladi, bolalarga ko'rsatinglar. Bu yondagi presslarni hamda yelkadagi muskullarni rivojlantiradigan zo'r narsa bo'ladi. Bahosi arzon, lekin qiladigan ishi juda ham insonga foydali. Agar to'liq qila olmasangiz, tizzingizni qo'ygan holda to'g'riga qarab qilishingiz mumkin. Oyoqqacha ham kelasiz. Agar yo'q, men to'g'ri qila olmayman, o'zing qila olmayapsan-ku, to'g'ri deyotganlar uchun mana oyoqni rolikni o'rtasiga qo'yamizda. Sekin bundoq qarab, yo bu yoqqa ham gaypayi yo'qmi, svetofor yo'qmi, peshoboddan o'tib deb turib ushlab turamiz. Bu ham foydali mashq uchun. Keyin prosta yotib olib, shunda qo'lni ham ishlasa, qo'lga ham ishlasa bo'ladi. Misol uchun mana bu muskullarni manetini chiqaradi. Biqillab qolgan joylarni to'g'rilaydi. Muskullarga rosa ham katta foydasi bor. Yana endi hozir qiling. Demak, uyda o'tirgan holatingizda uyni u burchagidan bu burchagiga, u burchagidan bu burchagiga sekin astalik bilan bundoq qilib yursangiz, bu ham rosa foydali. Mana ko'tarib yurasiz va bu yoqqa. Qiyinrog'i bor, bu qo'l oyoqning o'rtasidan bo'ladi-da. Ko'tarasiz, o'zingizni ko'tarasiz. Mana. Bu yoqqa. Bu presslarga rosa ham yordam beradigan narsa. Keyin imkoni bo'ladigan bo'lsa agar, kuchingiz yetsa, qo'lni qo'yib olib, oyoqni ko'tarib pressga ishlaymiz. Bu rosa qiyin, lekin effekti rosa ham zo'r. Ushlab turamiz. Uyda toshi yo'qlar, ganteli yo'qlar, bemalol o'zini besida qachasa qilsa bo'ladi. Adasida televizor o'chirib qo'ying yoki muzika qo'yib qo'ying deysiz-da. Deb turib, mana.
Babochka degan narsamiz ham bor. Kapalak. Kim uchun ham kapalak? Kim uchundir ham ko'rshapalak. Bundoq qilib mana o'tirasiz. Oyoqlarni birlashtirib, o'tirib, nima gap bolam deb qo'yasizda yana. Xalas. Keyin hozir keyin bu svechka, ya'ni shag'am deyiladi. Sekin astalik bilan oyoqni ko'tarib, tepaga ushlab turamiz vaqtga. Misol uchun uyingizda o'tiradigan stol bor. Ko'krak qafasini, atroflarini, muskullarini rivojlantirish uchun ikki tarafga qo'limizni qo'yib olib, stolda shunaqa qilsangiz, belga ham foydali. Anaqaga ham foydali. Muskullarga deyapman-da. Sekin astalik bilan qo'lni ko'tarib olib, mana. Uyingizda bo'lmasa, mana shu stolda ham qilsangiz bo'ladi. Har kuni bajarsangiz, ishoning, bir oyda rezultat ko'rasiz. Men bilqillagan jirlar ketadi, presslar chiqadi. Yo turish kerak emas, telefon kovlab, trenirovka qilish kerak. Davay, bo'ldi, o'chir.